Germaniyaga ishga ketish juda ham qiyinlashgan ayni vaqtda men sizlarga Germaniyaga tezroq, taxminan 2-3 oyda viza olib chiqib ketish imkoniyatini beradigan qadamlar ketma-ketligini beraman. Siz avval videoga like bosib, bizga obuna bo'ling. Men tushuntirib beraman. Birinchi navbatda ish beruvchilarga ariza yozing. Ya'ni ish beruvchi saytlarini opisiyaniyada qoldiraman. O'sha saytlar orqali ish beruvchiga o'zingizning hujjatlaringizni, diplomingiz, SAP hujjatlaringizni hamda Lebenslauf va motivatsion xatlaringizni yuborib qo'ysangiz, ish beruvchilar sizga aloqaga chiqadi. Bunda yana bir zo'r fishka aytaman. Agar siz avval Germaniyaga borib kelgan bo'lsangiz, u Germaniya raqami +49 bilan boshlangan raqamingiz mavjud bo'lsa, o'sha raqamni kiritadigan bo'lsangiz, sizga tezroq ish beruvchilar aloqaga chiqadi. Keyin ish beruvchiga ariza qoldirib raqam bilan bog'langaningizdan keyin suhbat bo'ladi. Suhbat kunini belgilab, u bilan gaplashing va tushuntiringki, siz avval Germaniyaga borgansiz, ayni vaqtda O'zbekistondasiz va agar u sizga quyidagi hujjatlarni beradigan bo'lsa, taxminan 2-3 oy ichida Germaniyaga qaytib borishingiz imkoniyati mavjudligini. Xo'p, bu uchun ish beruvchidan qanaqa hujjatlarni olamiz? Arbeitsvertrag, ya'ni ish shartnomasini olamiz. Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis degan hujjatni olamiz. Bu saytdan qidirsangiz chiqadi. Blankasini olib to'ldirib beradi. Keyingisi Vorabzustimmung degan hujjat bor. Bu 411 yevro turadi. Mana shu hujjatni olishingiz kerak. Iloji boricha ish beruvchiga o'zim to'lab beraman degan holatda bu hujjatni albatta oling. Vizani eng tezlashtiradigan hujjat mana shu. Buni olganingizdan keyin Digital Diploma degan saytga yuklang. Taxminan 1 oy, maksimal 2 oy oralig'ida chiqyapti hozir. Sizga termin kunini belgilaydi. Elchixonaga hujjatlaringizni olib borasiz va vizangizni olib, taxminan maksimal 2-3 oy ichida Germaniyaga ketishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda eng asosiy hujjat mana shu. Buni esingizdan chiqarmang. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni hamda do'stlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.